Assalomu alaykum. O'zbek komanda. Men Barko biz bilan birga Moskvadan bir inson uchib keldi. Har kuni birga yuribmiz. Havasim kelyapti-da, niyat qildim, Xudo xohlasa, hammamiz ota-onamiz bilan birga kelib, qaynota-qaynolarimiz bilan birga kelib aylanib ketaylik. Az bitta inson ko'rsataman, o'zimizni o'zbek, tojikistonlik babamiz biz bilan birga kelib, birga aylanib yuribdi. Hech qayerda charchadim, bo'ldi, aylanmayman, yurmayman demadi, biz bilan birga yuribdi-da. Havas qildim, niyat qildim, Xudo xohlasa birga kelamiz. Qanday hammalaring yaxshimisizlar, tinchmisizlar, taniqanlaring sog' bo'lsin, doim sog' salomat bo'linglar. Qo'shganlaring ham qo'sha qarib baxtli bo'lib, qayerda bo'lsalaring ham shukur Alloh taolo omadlaringni bersin. Mana bu ishda yosh tanlamas ekan. Mana men o'zimni kecha mana hayotda ko'rsatdim. 11 kilometr yo'lni piyoda kezib o'tdik. Yana tog'li holatda, To'qayzorda kelinglar, ishlanglar. Mana shunday joylarni ko'rib ketish sizlarga ham nasib qilsin. O'zimizni o'zbek erkak kishilarga maslahat bering. E'tibor bersin, ishonsin, ishonmayapti. O'zimizni shu erkak kishilarga aytayapman. Kesin hammalaring ishlanglar. Mana agar shu yerlarda agar shunda ishlamaganimda bu yerlarni ko'rmagan bo'lardim. Hayotda shu qishloqdan chiqmay o'tib ketgan bo'lardim. Mana kelib turib mana ko'rdik. Hajga bordik, Turkiyaga bordik, mana bu yerlarga keldik. Hammasi mana shu siringizni quvvati bilan hammalaringga taklif qilaman ishlashga. Mana shu yoshingizgacha yaxtada aylanganmisiz? Yo'q, yaxta. Birinchi marta. Qarang, Grinlikda yaxtalarda aylansa bo'ladi. Ikkinchi marta bu safar endi yolg'on bo'lmasin, bir marta Bakudan Gurevgacha o'tganmiz, mashina перегон qilganmiz. Hozir endi bugun chista aylanyapsiz. Chista aylanish, dam olish bugun. Birinchi marta. Besplatno. Hammamizga nasib qilsin, ota-onalarimiz bilan, qaynota-qaynolarimiz bilan, xola-tog'alarimiz bilan kelish nasib qilsin hammamizga. 28 ming bilan kambag'al bo'lib qolmaysizlar, lekin boy bo'lib ketishlaring aniq. Bugun men ham niyatim amalga oshdi-da, har doim kinolarda ko'rar edim-da, yaxtalarda aylangan. Shunaqangi havas qilar edim, shunaqangi havas qilar. Men ham shunaqa yaxtalarda bo'lib qolsam deb turibdi. Mana qarang, bugun Greenleaf orqali niyatim amalga oshib ketdi. Shunaqa katta nima bilan, qancha odamlar bilan bugun aylanamiz yaxtada. Xudoyimga shukr, Xudoyimga shukr. Xudoyimga shukr. Men bir narsa aytib o'tish kerak. Misolda men boboy aytganda 28900 bilan kambag'al bo'lib qolmaydi hech kim. Boy bo'lib ketish aniq bu. Faqat odamni o'ziga bog'liq, ishlash kerak, ishlash tamom. Ishlash desa bir qilib tushunardi-ku, boshqa joyda ham ishlayapsan, shu narsani bu yerda qilsang, zato toza yurib, toza ishlaysan, mana shu joylarga kelib ketish aniq hammaning. Между делом ko'p uspet qilish kerak. Men o'zim tojikistonlik, hujjatdamiz. Lekin Krasnoyarskda yashayman, biz Krasnoyardan keldik. Birinchi ayolim kirgan. Pandemiya tushunib yetganimdan keyin o'zim kabin hamma biladi, hamma xabar bor. Bolalarimgacha hammaga kabin topib berdim. Chunki постепенно ishlab, mana ko'rib turibsiz. Mana birinchisi Yekibetga borib keldim, mana ikkinchisi Xitoy bo'lyapti. Har 6 oyda dam olish nimasi bor, imkoni bor. Faqat ishlash kerak, tamom. Hammalaringizga nasib qilsin, men shunday oilaviy kelish, ota-onalaringiz bilan, qaynota-qaynolaringiz bilan, xola-tog'alaringiz bilan kelish hammalaringizga nasib qilsin. Faqat hammani o'ylayapsiz, hammaga ham nasib qilsin. Har kuni aylanyapsiz, har kuni aytamiz. Hammaga nasib qilsin, hammaga nasib qilsin deb foydalanib qolish kerak. Hammaga tilaymiz-ki, mana shunaqa biz bilan birga aylanib, mazza qilib yurish. 6 oy ishlaysiz ekan, Greenleafda 6 oy ishlaysiz ekan, 6 oydan keyin mana shunaqa qilib dam olasiz ekan-da, Greenleafda mazza qilib dam olasiz ekan.